Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Amerikanın başlamçılığında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı mərkəzdə 26 oktyabr çağırılğan və Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndiminin içiliş nutqu bilan başlanğan Şinjandakı Uyğur və başqa Türkiyə millətlərinin vəziyyəti namlıq muhakimə və guvalıq yığını Xitay hakimiyyətinin qattiq narazılığını qozğadı. Şu günü Xitayning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında daimi turuşluq elçiligi bayonot e'lon qilib, mazkur yig'inning o'tkazilishiga boshlamchilik qilgan Amerika, Angliya, Kanada qatorliq g'arb ellerini Xitoyni qalaymaqon qilish va kontrol ostiga ilish uchun Şinjan kartini o'ynab chiqish bilan aybladi. Ve BDT merkezinde bundaq bir yığının ötküzülüşüge qat'iy qarşı turduğanlığını bildirdi. Amerika, Kanada, Germaniya, Avustraliya, Angliya, Fransiya, Norvegiya, Albaniya, Çexiya, Türkiye, Yeni Zelandiya, Slovakiya, Şvetsiya, Estoniya, Avstriya, Gollandiya qatarlıq 23 dövlətinin ortaq sahibxanlığında ötküzülgən məzkur yığınğa Uyğur təşkilatlarının vəkilləri, Uyğur şahidlar, BDT əməldarları və xizmət xadimləri, Ammavi təşkilatlarının vəkilləri və jurnalistlardan olub köp sanlı kişi bevasitə qatnaşdı. Türkiye və Albaniya qatarlıq iki Müslüman dövlətinin bu qıtımqı yığınğa sahibxanlıq qılğan dövlətlər qatardan orun ilişi küzətkişilərinin alayda diqqətini tartqan nöqtələrdən biri boldu. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlıq tərəfindən elan qılınan Uyğur vəziyyəti haqqındakı dokladının nəticəsini müzakirə qilish və doklad o'ttirib qo'yilgan tavsiyələrini qandaq qilib əməliyləşdirish asas məzmun qılınan məzkur yığın Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndiminin içiliş nutqu bilan başlandı. Isa from the World Congress of Uyghur World Congress. So let's hear her remarks, and then we'll move into the other panelists. Good afternoon, distinguished delegates. I would like to start by thanking the missions organizing this important timely event. Angliyadan tor orqali yig'in qatnashgan Dolqun İsa əpəndim qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Men bu fursatdan foydalanib BDT'ga a'zo barliq davlatlarga vaziyatning ig'irligi va harakatdagi axloqiy va qonuniy majburiyatingizni qat'iy eskartaman. Har bir kunning o'tishiga ergishib millionlagan Uyg'urlar azoblanyotdi. Vaziyatning ig'irligi Uyg'ur masalasini BDT'ning kun tartibida saqlab, dunyoviy va birlikka kelgan inkas qaytarish uchun tirishishimizni talab qiladi. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlığının Uyğur vəziyyəti haqqındakı dokladı gerçi mühim bolsumu, amma bu doklad vətənimizdə yüz beriyotgan vəhşilik cinayətini xatırlayan birdən-bir doklad emas. Mən xalqaro cəmiyyətə şunu eskartamanki, 2021 yıl 12 ayının 9 günü Uyghur Sot Kollegiyasi Xitayni xalqimizga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar sodir qilyotidi deb hukm chiqardi. Buning sirtida 50'den artıq müstaqil tədqiqat organi və qanunshunoslar o'tgan 5 yilda Sharq Turkistondagi kishilik huquqning nacharlashayotganligini xotirlab keldi. Bu bizga BDT dokladının halqib o'ylanishini eskartdi. Davlatlar baldıroq harakat qilish kerak edi. Dolqun İsa əpəndim so'zda, ya'ni BDT Kişilik Hüquq Kengashining 52 navbatlik yig'inida BDTning dokladini muzokara qo'yish haqidagi taklif loyihasining rad qilinishida BDT Kişilik Hüquq Kengashiga a'zo davlatlar ichidagi musulmon davlatlarning Xitoyni qo'llab ovoz berishining muhim rol o'ynaganligini tanqidlash bilan birga, buning musulmon dunyosi uchun bir nomus ekanligini alayda ta'kidlab mundaq dedi. Musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning tarixining o'ng tarafida turishini alayda murojaat qilaman. Sizning qo'llashingiz axloqiy majburiyat va diniy jihatdan ummatning qimmat qarshidagi va'dadir. Siz cho'qim sukutingizni buzishingiz kerak. O'tgan bir qancha oy ichida vatan ichidagi Uyg'urlarning Xitoyning yuqumning oldini olish degan nomda boshlatgan qattiq qamal qilish siyosati natijasida davolanish va oziqlanishdan mahrum qoldirilganligini, ko'plagan Uyg'urlarning qattiq azobga duchor bo'lganligini eslatib o'tgan Dolqun İsa əpəndim Xi Jinpingning 3-chi qatim taxtga chiqishi bilan Sharq Turkistondagi vahshiyliklarning yanama qattiq davomlashadiganligini ta'kidlab o'tdi. Dolqun İsa əpəndim so'zining oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Mən yangi Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türk'nin Uyghur xalqining ahvoli haqida qat'iy va oshkor pozitsiyada bo'lishini, BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlığının dokladini a'zo davlatlarning muzokara qilishiga sunishni kuchli talab qilaman. Undan boshqa Kişilik Hüquq Kengashi va BDT umum yig'inida Uyghur masalasi haqida tekshirish komiteti qurib chiqilishini, BDTning Xitoy haqida alayda doklad tayinlab,
Xitoyning kishilik huquq ahvoli haqida umumyuzlik tekshirish ilib berishni iltimos qilaman. Yig'inda 2014-yil töhmet bilan tutqun qilinib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan jasur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom va 2018-yil töhmet bilan tutqun qilinib 2019-yil 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Dr. Gulshan Abbosning qizi Ziba Murod xonimlarning o'z oila kechirimlariga birlashtirib bergan guvohligi yig'in ahlini cho'nqur ta'sirlantirdi. Ular so'zlarida xalqaro jamoatchilikni Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Bu qitimqi yig'inning asosli sohibxonlarining biri bo'lgan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield xonim qilgan so'zida We turn now to the ambassador of the United States, or representative of the United States. Thank you very much. And first and foremost, I want to thank the panelists who have shared their stories today. Your bravery and your inspiration is so inspiring to us. And Ms. Ilham and Murad, I do want to assure you that your voices are being heard. Your voices do matter, and we feel the pain that you've shared with us acutely, and we'll continue to work with you and others to do everything possible to bring your loved ones back to you. Aldı bilen guvohchilardan Ilhom Javhar va Ziba Murodlarning tortayotgan azobiga o'rtoqlashadiganligini ifoda qilish bilan birga, biz sizlar bilan davomli hamkorlashib yaqinlaringlarni qishinglarga qaytarib kelishga g'ayrat qilamiz deb ko'rsatdi. Linda Thomas Greenfield xonim so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Uzundan buyon intizor bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Xinjiang to'g'risidagi dokladida Junxo Xalq Jumhuriyatining kishilik huquq dafsanchiligiga doir qo'rqinchli tafsilotlar o'ttirib qo'yildi. Asossiz ayblashlar uchun majburiy ixro qildirish va qattiq jazo, milliy, diniy, madaniyat kimligi va ifodasi asos qilingan kamsitish xarakterlik tutib turish, rahimsiz, odimiysiz, paskashlarcha jazo, jinsiy va jinsni asos qilgan zo'ravonliklar to'g'risidagi xabarlar meni cho'nqur azobga soldi. Bular sizga bu hokimiyatning ular tutgan kishilarni haqoratlash darajasining qanchalik bo'lganligini ko'rsatib berdi. Bu va boshqa bayqashlar hech qanday gumon paydo qilmaydi. Junxo Xalq Jumhuriyati kishilik huquq ig'ir daxl taruz qildi. Xitoyning qilmishlari shubhisizki insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikdan iborat. Linda Thomas Greenfield xonim so'zining oxirida ta'kidlab mundaq dedi. Amerika Junxo Xalq Jumhuriyatining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga Uyg'urlarga va Xinjiangdagi boshqa diniy va oz sonli millat a'zolariga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlarini davomli surishti qildi. Biz Junxo Xalq Jumhuriyatining BDT oliy komissarining tavsiyalarini to'liq amaliylashtirilishiga davomli haydakchilik qilamiz. Biz Uyg'urlar va boshqa etnik va diniy oz sonli millatlarning a'zolari bilan davomli bir sapda turib, jinoyatchilarni javobgarlikka tortamiz. Bu qitimqi yig'inda yana ko'plagan g'arb ellarining BDTdagi bosh elchilarimiz so'z elib, Xitoy hokimiyatini BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilgan dokladida o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga to'liq amal qilib, Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Bu qitimqi yig'inga bevosita kelib qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining bosh raisi Rishad Abbos apandim yig'in jarayonida ba'zi ellarning BDTda turishliq elchilari bilan ko'rishib suhbat elib berish fursatiga erishdi. Yig'indan keyin Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq elchiligi bayonot e'lon qilib, Janvardagi BDT kishilik huquq kengashi yig'inida mag'lub bo'lgan Amerika boshchiligidagi g'arb ellari mag'lubiyatiga tan bermay Xinjiang masalasini Nyu-Yorkka so'rab keldi. BDTga a'zo ko'plagan davlatlar ularning bu harakatiga qarshi turdi deb bildirdi va Amerika bilan Kanadani Xinjiang masalasida BDTga a'zo davlatlarga besim ishiltish va tahdid silish bilan aybladi. Xitoy taraf bayonotida yana Amerika boshchiligidagi g'arb ellarini Xitoyni qalaymaqon qilish va kontrol ostiga olish uchun Xinjiang kartini o'ynab chiqish va irqiy qirg'inchilik yolg'onini o'ydirib chiqish orqali Xitoyning taraqqiyotini to'sishga urinish bilan aybladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarning majburiy emkiga chetishliq paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganligi sababidan Angliya hukumati ustidan Angliya Oliy sud mahkamasiga sungan arznamasiga asosan London yuqori sud mahkamasi tarafidan 25 oktyabr va 26 oktyabr kunlari o'tkazilgan isbot anglash yig'ini arzdor taraf Dunyo Uyg'ur qurultiyining advokatlari bilan ayblangich taraf Angliya Ichki ishlar ministrligi, Krim va Tamojna idorasi va Davlat jinoiy ishlar idorasining qonuniy vakillari o'tirisidagi intayin keskin talash tortishlarga sahna bo'ldi.
2 günlük sotda ayıplanğıç taraf Angliyaga import qilinayotgan paxta mahsulotlarida Uyg'ur majburiy emgiki borligiga oid dalillarning yetarsiz ekanligini ilgari surib turib olgan bo'lsa-mu, ammo arzlar taraf Dunyo Uyg'ur qurultiyining advokatlari sotda Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik mahsulotlarining Angliyaga import qilinayotganligiga doir dalil isbotli dokladlar, hujjatlar va sun'iy hamroh rasmlarni isbot qilib ko'rsatish orqali ayıplanğıç tarafning yuqorqi qarashini rad qilishga tirishdi. Bu vaqtdagi xabarlar hozirmi ham g'arb matbuotlarining qiziq temasi bo'lib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bir qancha haftadan bir qancha oygacha bo'lgan oraliqda sotning rasmiy hukmi e'lon qilindi. 2 kunlik sot oxirlashgandan keyin bu qitimliq sotga arzdorlik salohiyati bilan bevosita qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim o'zining bu 2 kunlik sot jarayonida olgan ta'sirotlari haqida to'xtalib mundoq dedi. Bo'layotgan sotda 2 kunni yaqmış sotdaning ichida bo'layotimiz, nayti keskin bir munozaralar bo'ldi. Çünkü bir yer hissiyat veya ki benim aralashgan emas, tamamen paktlar dayangan. Çünkü biz bu 2 yılga yakın vaqtning içinde bu advokatlar bilan ve yer şari qonun to'ri tashkiloti bilan hamkorlashib, nurg'un yig'inlar, turlar yig'inlarni qilib yaparayotgan bo'lsak, ama bu 2 kunlik sot jarayonida advokatlarning qanchalik tayyorlik qilganligiga men o'zimmi biroz hayron qoldim. Çünkü bir yerde bir dosya var hem de sunuq sotqa sungan bir yerde 1191 betlik bütün hazırgıca Uygurlar hakkında çıkargan xalqaro teşkilatlarning, mutaxassislarning bütün dokladlarının hemmisi redlenip sotqa hüccet şekilde menbe şekilde sunulgan. Onundaki yanı bir yerde bir arxiv nemesi var, yani dosya deyimiz arxiv nemesi bu 162 betten çıkan bütün Dünya Uyg'ur qurultiyininki bilen hükümetinin özra yazışkan hazırgıca tamucular bilan yazışkan, Ichki ishlar ministrligi yazışkan xatlar ve aloqalarimizdan hemmisi çünkü mushu sotqa berishga majbur bo'lganliklarini isbotlaydigan vaqtlar. Andan keyin bütün qonuniy asoslarga tayangan 290 betlik yana bir arznoma va yoki mushu Angliya hukumatini mushunga zo'rlaydigan advokatlarning tayyorlagan arznomasi. Demak, toplam 2000 betga yaqin bir material. Endi bu sot bir varaq ak qog'oz bilan bir qalam bilan boshlangan. Tamda chiqqan. Berimiz deyilgan umumiy mavqe yaxshi, ama shularni tayyorlash, qilish, bütün hujjatlarni o'qish, Angliyaning o'zining qonunining qaysi moddasiga qildi. Sharqiy Turkiston bo'layotgan ish, abiyatin Rayma xonim ichki qonunida shu qonunning qaysi moddasining qaysi jarayoniga xilof. Mushlarning hammasini advokatlar necha ming soatlik bir ajr bilan tayyorlab chiqqan gap. Shuningmi o'zlari mushu vaziyatni bilganligi uchun buni kutmaymiz. Çünkü bugungi dunyoda 21-asrda bu qul emgek meselesi mevcut olmaslık gerek degan biri insonparvarlik noktasını çıkışkan, ikincisi Angliyaning o'zining qonuniy devletden ibaret bu devletlik demesini saklash mecburiyeti var. Şununla bir adım 2 gün jarayonida advokatlarning qanchalik tayyorlik qilganligi, qanchalik ajr qilganligiga men o'zim hayron qoldim hamda. Çünkü demek asan, bir maqola o'qimak asan va yoki bir she'r yozmak ancha tez emas. Ama paktlarni, hujjatlarni, çünkü sotchi her narsaga birdan qarab chiqadigan gapgan, çünkü her narsada savollarni qilgan degandan paktlarga. Demek ama bizga qarshi bo'lgan o'rin cho'ng o'rinlar. Ichki ishlar ministri bir davlat mudofaa qilganingizda, ularning ichki ishlar ministrligidan, tamoyildan kelgan adamlar bor bu yerda, undan boshqa ularning advokati var. Bizning 5 tane advokat var. Maxsus buningda fikrni o'tirib qo'ygan. Qarshi tarafning 4 advokati var. Uningdan boshqa buning ishning oqisida yana yordam qilayotgan bir minch advokatlar. Toplam bir 10'dan artıq advokatning biz tarafdan 10'dan artıq advokat 2 yilning yaxı ishildi. Qarshi tarafdan nurg'ulagan advokatlar ishildi. Shuningga bu ish endi siz degandagidek sot deganda yengilish yo'li cho'qim bir taraf tutadigan gap. Her ikki taraf men uftiman deb chiqadigan gap endi. Agar ikkili taraf men uftiman deb chiqmasa sot bo'lmaydigan gap. Hamma taraf o'zini haqli deb ko'rsatdi. Ama haqiqat biz tarafda bo'lganligi uchun shu yerda Xitoyning bugun irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi, majburamga qilayotganligi haqida samandek paktlar var bugün. Paktlar var. Ama hükümet tarafı yüzünü aklaş için her xil paktlarni oturup koyup bizden advokatlarının bizden taleplerimizni inavatsız kılıştı.
Ama bugün begen 2 yıldan buyan sot jarayandaki kanaatimiz ve adikatlar bilen sözleşkende bizning o'tda qo'ygan nemelerimiz paktlarına ait pulat degende. Şununla bu meselede bizne ait ümitlik. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishlari tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgan hamda xalqaroda buningga qarshi kuchli tanqid sadolari o'ttirg'a chiqqandan keyin bir qism xalqaro shirkatlar ko'p tarafli muomalalarni nazarga olgan holda o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan aloqasini uzishga boshlagan. Yaqinda dunyoviy shirkatlardan bo'lgan Almish shirkatining bu sapga qo'shilayotganligi har sohaning olqishiga erishdi. Iqtisodshunos gazetining 24-oktyabrdagi muloyiza maqolasida ko'rsatilishicha, navbatda Almish shirkati Hindistonda ko'plab mahsulot ishlab chiqarish bazalarini qurib bo'lgan. Ilgirki vaqtlarda Almish shirkatining telefon, kompyuter va boshqa mahsulotlarga Kaliforniyada loyihalangan, Xitoyda qurashtirilgan degandek xatlar yozilgan bo'lib, bu hol mazkur shirkatning 90% dan ko'proq mahsulotining Xitoyda qurashtirilib chiqilganligini aks ettirgan. Ammo yaqinqi mezgillarda Xitoydagi tojisimon virusning ofatlari, qamal tufaylidan har qaysi zavodlar va bozorlarning taqilishi, yana kelib Xitoyga mablag' selishning bir qator siyosiy jug'rofiyalik hodisalarga berib chetildiganligi tufaylidan Almish shirkati o'zlarining Xitoydagi ishlab chiqarish liniyasini Hindistonga ko'chirishni boshlagan. Almish shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook ilgirki vaqtlarda Xitoy hukumati bilan qo'yiq do'stona aloqada bo'lib kelgan bo'lib, Xitoydagi olma mahsulotlarini ishlatuvchilarning xususiy uchurlarini hukumatning tekshirishiga yo'l qo'yish, Xitoy talab qilgan applarni Xitoydagi app magazindan o'chiritish deganlarga ma'qul bo'lgan. Shundaqla shirkat mahsulotlariga doir masalalar uchun yilda necha qitim Xitoyga berishni davom qilib kelgan. Ammo 2019-yildan buyon Tim Cook bir qitim Xitoyga bormagan. Maqolada aytilishicha, Almish shirkati kompyuterlarni 2023-yildan boshlab Vyetnamda ishlab chiqarishni boshlaydigan bo'lib, hozir ularning tingshig'ichlarining yarmidan ko'proq Vyetnamdagi zavodlarda ishlanmoqda ekan. Ularning mahsulot sistemasi Xitoydan ko'chishni boshlagan bo'lg'achqa, navbatda buning munosabatli ta'minlash zanjirimi masqadamda Xitoydan ko'chmoqda ekan. Navoda bu yuzlanish to'liq amalga oshsa, u chaqda buning Xitoy uchun zo'r iqtisodiy yo'qotish bo'lganligi mo'ljallanayotganligi ma'lum. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.